الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ve ala alihi ve sahbihi ve men wala amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugün Sura Nisa'nın ikinci ayetiga keldik. İlgirki dersimizde dep ötkenimizde Sura Nisa Qurush surasi dep tushunsak bo'ladi bizning tushunchimizda. Chunki suraning ismidan oshkor bo'layotgandek bu sura insonlik qurilishi, mo'minlik qurilishi, oila qurilishi, ondan keyin jamiyat qurilishi, davlat qurilishi va bu qurilishni qanday qurish, qanday tartib bilan qurish va buni qanday himoya qilib, qanday shaklda qo'g'dash qatorliq mushu masalalarni o'z ichiga oladigan bo'lg'achqa va butun bu qurilishda asosiy kuchning, asosiy rolning ayollar bo'ladiganligi bizga aniq oydin yoki bizga bildirilmoqchi bo'lg'achqa suraning ismi Sura Nisa qo'yilgan deb oldingi soatlik darsimizda bu haqda ozroq so'zlagan bo'ldik. Ilgirki darsimiz ya'ni suraning 5i Allah mo'minga emas, insoniyatga bo'lgan xitob bilan, ya'ni insonlikqa bo'lgan xitob bilan, insonning yaratilish taraflarini eslatish bilan, yaratilish masalasininki inson inkor qilolmaydigan bir nuqta ekanligini eskartish bilan boshlangan. Va bu nuqtadan asta-asta taraqqiy qilib, oxirsida insonga o'zining yaratquchisining borligi, bu dunyoning tartiblig'uchisining borligi va bu dunyoning ichidagi inson uchun hozirlangan bir muhitning borligi va bu muhitda sog'lom bir shaklda hayotning davom qilish uchun bir tartib, tuzumning bo'lishi kerak ekanligi haqida bir mazmunlar oxirlashgandi. Endi bugungi oyatimiz shu mazmunning oxirisi. Yani ilgirki oyat masalan insonning yaratilishi haqida. İnson asli bir dada va bir onadan yaratilib, mushu shaklda ko'payib, tarqalib, bir jamiyat shakllanganligi haqida bir gap bilan oxirlashgandi. Endi mushu jamiyat, mushu insonlardan tarkib topgan, insonlarning tarqilishidan shakllangan bu jamiyat ikki guruh bo'ladi ko'p hollarda. Birinchi guruhga normal yashash kuchini hozirlagan, normal yashash imkoniyatini hozirlagan, o'zining ishlarini o'zi bir taraf qila oladigan, ya'ni kuchli taraf, normal inson yani. Yana bir taraf ojiz taraf. O'zining yashash imkoniyatini o'zi hozirlayolmaydi. O'zining ishlarini o'zi bir taraf qilolmaydi. Endi bular mutlaq bir jamiyatda bo'ladigan bir guruh bular. Bundan biz har qanday bir shaklda qutulolmaymiz yoki buni yo'q qilolmaymiz. Bir jamiyatda mutlaqo kuchliklar bo'ladi, mutlaqo ojizlar bo'ladi, o'z kuchiga tayanib yashay oladiganlar bo'ladi, o'zining ishini o'zi bir taraf qilolmaydiganlar bo'ladi. Bugungi oyat dal shu o'zining ishini o'zi bir taraf qilolmaydigan guruh haqida. Shu guruhning bir turi haqida bo'ladi. U o'simi yetimlar. Bugungi oyatning mazmuni shu yetimlar haqida. Nima uchun endi? Chunki Alloh subhanahu va taolo bizni ayoldan yaratdi. Odam alayhisalom, Havo alayhisalomdan yaratdi. Deb o'tganimizdek jonliqlar ichida o'sib yetilish davri, bolalik davri eng uzun bo'ladiğini inson. Bu jarayonda dada shu bolasining o'sib yetilishi uchun o kadar ko'p jafo mushaqqatlarni tortadi, o kadar ko'p kuchlarni chiqaradi. Ana o'zining butun mehribonligini bag'ishlaydi. Dal inson bu mas'uliyat va bu mehribonlik din iborat ikki qurg'on o'tirisida yoki bir qurg'onning ikki sepil, ikki temining o'tirisida o'sib yetiladi va o'ziga kerakli narsani shu ikkisidan oladi. Ishonchni dadasining olsa, mehr muhabbatni kimdan oladi? Onasidan oladi. Insonning bunga o qadar ehtiyoji bor qarindoshlar. Masalan, ailening umum yetilib, o'sib yetilish ahvoli qarasanglar, bir oilada 5 yoki 6 yoki 4 bola bor deyli. Bu bolalarningki cho'ngi ota-onasi bilan birga yashagan muddati
kichigiga qaragan vaqtda biroz uzun bo'ladi. Ya'ni buning ota-onasidan oladigan mehr muhabbati ko'p bo'lgan bo'ladi. Allohning adolati shuki, 5 balaning hammani biroqlam to'qilolmagan bo'lg'achqa, cho'ngi ota-onasidan 15 yil yoshida yoki 20 yil yoshida, kichigi 5-10 yil yoshida. O'tirdi bir muncha nima chiqdi ya, o'tirdi farq chiqdi. Cho'ng bola 15 yil ota-onasining mehribonligi, ota-onasining kuyinishi ostida yashadi, kichigi 4 yil yoki 5 yil yashadi. Alloh bu tengsizlikni tengshash uchun Allohning adolati shuki, bola yo'g'inigan siri balaning ota-ona bilan bo'lgan aloqasi baro-baro yaraqshaydi. Hatto ota-onaning mehr muhabbati unga nisbatan suslaydi va kichiklariga qarata ko'paydi. Şoňaşqa 15 yaşlyk bala bilen 3 yaşlyk balaninki ata-anasının bu iki balaga körüstüwatgan mehribonligida farq var. Nima uchun farq var? Tabiiyki çoňlar özüniň hajatini çıqalaydı. İnsan şundan mahluqki, kim aciz olsa, kim özüniň ihtiyaçydan çıqanmasa, bununğa bekrak mehr muhabbet berdi. Şunu bilen çoňlar bilen kiçiklerning oturusydaki ata-anasından erişken mehr muhabbet kuyumçallıkning oturusydaki farq bu tarafdan tolaqlanadi. Çoňlarga qarata ata-ananing muhabbeti biraz paslaydi. Kiçik balalarga qarata ata-ananing muhabbeti qana qiladi, köpüydi. Bu noktadan baraberleşidigan gap. Halaqi biz bir oyatda Yusuf alayhisolamninki qarindoshlarınınki bir şikayetini anglaymiz. Nima deydi? İz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Wa nahnu usbatun. Mana ifade qil. Yani Yusuf bilan Yusufning qarindoshi balalarning kichik hisobda. Dadımızga bizden bek suyumluk. Emniyette biz degen güçlük tutsak, bizni yaxşı. Mişedeki biz degen güçlük tutsak ifadesini kullandı da o ayette. Sure Yusuf'nınki 8. ayetide var. Biz güçlük tutsak, bizni yaxşı görüş gerek. Degen gipidin özünün tətirüsiga delil keltirgen buludu. Yani insanlar güçlükle özü yaşayalaydıgan boğaçqa, özünün işini özü bir taraf kılalaydıgan boğaçqa, acizlağı bekrak künüdü, acizlağı bekrak histaşlık kılıdı. Kiçik balalar mı şunun qatarıdın? Şoň Yusuf aleyhisselam bilen qarindişi, awladyn bekrak sümlük kılışı, qandaqda insanlyk oturusyga farq bolmaslygyny. Nima dese, çoň kiçiklik oturdaki farq. Çoňlar özüniň işini özü kıla alaydy, çoňlar güçlük, özüni özü idara kıla alaydy, ihtiýaryny özü qamdaya alaydy. Kiçikler del mehr muhabbetke muhtaç. Mişetler bir näse qanaq turdy, çıkyp turdy. Endi yetim del muşu kuyunuşke, mehribonlikka en ihtiyaçlık vaxtida şu kuyunuş, mehribonlik menbesini yo'qotgan bola. Dadası yok, anası yok mesela. Oğandakin bu en ihtiyaçlık vaqtda taşlanıp qalmaydı. Çünkü bugunki yetim neçe 10 yıldan keyin bu cemiyetning bir a'zosi yoki bu cemiyetning bir egisi bo'ladi. Bugunki yetim qalbiga cemiyetdan qanday ta'sir olsa, kelgüsüde şu kalbideki tesirinin mahsulunu cemiyetke sunudu. Cemiyetten mehribonlik ağan yetim kelgüsüde cemiyetke mehribonlik sunudu. Cemiyetten qattiqlikni, rahimsizlikni, vahşilikni ağan yetim kelgüsüde aynı özü ko'rgan muomalani boshqalar qiladi. Bir cemiyetning normal tartibini davom qilish uchun, mehr muhabbetni umlash uchun dal avval cemiyet özünün içindeki mehr muhabbet ihtiyacı var kişilerge mehr muhabbet beriş gerek. Şunun qatarından birisi yetimlerning işlariga ko'ngil beriş. Allah subhanahu wa taala bu tarafta alayda qonun chiqarib bizni o'zimizning tildan desek, Qur'onning alayda oyatlari orqali yetimlerning masalalarini qana qilyotdi, shar'iy qonunluqlashtiryotdi. Endi yetim haqida har xil fikrlar va masalan, yani çoğ kirib ketmasak bo'ldi masalan ichiga. Masalan, hayvonlarning yetimlari dadasini yo'qotganlari, insonlarning yetimlari onasini yo'qotganlari, hayvonlarning yetimlari onasini yo'qotganlari, insonlarning yetim dadasini yo'qotganlari, qushlarning anası dadası tang bakıdı, hayvanlarning anası bakıdı, dadası şu nesl qaldırıp berishdan boshqa rol yo'q asosan. Degan shaklda xil gaplar var. Nima bilan bo'lmasin, o'zining kuyunish va mehribonlik ehtiyojini yo'qotgan bola nima hisoblanadi? Yetim hisoblanadi. Asosliq bu islom jamiyatida dadadan
qaynaqlanadi. Yani dada tarafdan buludu. Allah subhanahu wa ta'ala del bulanın meselesini bugünkü ayette ortaya koyuyordu. Avval ayetini bir okup bakaylı kırındaşlar. Estaizu billah ve atul yetama emvalahum ve la tetebeddelul habise bit tayyib ve la te'kulu emvalahum ila emvalikum innehu kana huben kebira. Ata-analar qaza qilib ketishi mumkin. Balalar yetim bet qolib qoladi. Masalan, bugungi kunda har xil qatnash hodisalari, bu hadislarda ko'ryapmiz ya bu ahvollarni. Yetim balalarga mollarini biringlar, nacharni yaxshisiga almashtirib etmanglar. Ularning mollarini o'zinglarning mollari qatorida qo'shib yavanmanglar. Bu nihoyat og'ir gunoh. Oyat bu shaklda bayon qildi. Bir yetim balaning ota-onasi qazo qildi. Ata-onasining meros sifatida nurg'un mol-mulklar qana qildi, qilib qoldi u balaga. Yetim bola kichik bo'lganligi tufaylidan idora qilish nima bo'lmaydi, iqtidor bo'lmaydi. Balkim u yetim molning mol-mulklari dadasidan qolgan, o'ziga tashlab qo'yilsa, birdamdilam zoya bo'lib ketishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo ishni nereden başladı? Yetimning o'ziga ko'ngil bo'lishning oldida taxiyana. O'ziga ko'ngil bo'lish bu aqalli bir insoniy majburiyat. Mol mulkini asrash shaklda oyatning 5-da va atul yatam. Yetimlarga mollarini biring. Mishada yetimlarga mol mulklarini biringlar ifodasi bizga bir xato tushuncha beradi. Yetim o'zining mol mulklarini tasarruf qilolmaydi, idora qilolmaydi. Qanday birimiz bunga pulisini bir qo'ygan bilan zoya qilasiz-ku? Bu mazmunni biz keynidagi oyat, hozir biz sura Niso'ning 2-oyatga ketyapmiz. 6-oyatda nayt güzel şekilde Allah subhanahu va taolo ifodalaydi. Wabtalul yatama, sizlar pul mollariga ega bo'lgan yetimlarni sinanglar, imtihon qilinglar. Qani o'zining ishlarini joyida qila olgudek bo'ldimi, qilolmagudek qarab baqinglar. Azroq pul berib xajlatib baqinglar, joyida xajlayalamdi, yo'qmi, qo'g'diyalamdi, yo'qmi? Hatta iza balagan nikah, balagat yetib cho'pchong bir odam bo'lgan vaqtida fa in anastum minhum rushdan, agar ulardan o'zining mol-mulkini to'g'ri tasarruf qila olgudek bir holatni his qilsanglar fatfa'u ilayhim amwalahum. Shu vaqtda ularning mollarini biring. Endi mushu chaq kep bo'g'icha. Yani bular cho'pchong bir odam bo'lib, balogatga yetib o'zining mol-mulkini tasarruf qila olgudek, idora qila olgudek bir holat kelishdan ilgari biz qanday qilamiz? O vaqtda yetimning melig'i nisbatan vali sifatida yetimning meligini muhofazat qilamiz. O yetim cho'pchong odam bo'lib balog'a yetib bo'lgandan keyin birimiz uning oldida vali bu mol-mulkka nisbatan amanatdor. Bu amanatdorning qilishga tegishli ishi bugungi oyatda bayon qilinganki, mol-mulkni almashtirishga bo'lmaydi. Aralashtirib o'tishga ham bo'lmaydi. Qimmatlikni elib nacharni berish bo'lmaydi. Masalan deyli, mol-mulk desa bugungi kunda hammasi pulga aylandi-ku, ammo mol-mulklar ba'zi uy bo'lishi mumkin, ba'zi chorva bo'lishi mumkin, balkim zavoddan qolib qolgan mol-mulk bo'lishi mumkin, bir do'konning meli bo'lishi mumkin. Do'konning meli bo'lishi. Ya'ni oyat velining shu yetimning mol-mulkida qiladigan ishlarining xarakterini belgilayotdi. Sen veli oluş süpütün olan yetimning mol-mulkida faqat va faqat asrash, ko'paytirish, yaxshilik tarafiga etmangishdan boshqa hech qanday qilish huquqing olmaydi. Hech qanday huquqing olmaydi. Yana birisi, sen bu mol-mulkdan foydalanish uchun bu mol-mulkka velilik qilish vaqtini suzib o'tishkin bo'lmaydi. Bu oyatdan chiqadigan inchki nuqtalar. Qachon shu yetim o'zining mol-mulkini idora qilgudek yetgan hamon mol-mulkini bersa, vaqt muddat tugaydi. Bu bir. Ikkinchisi, shu vaqtgacha sen uning mol-mulkini idora qilsa, ammo u idora qilish bunda yaxshisidan nachirga, masalan deyli, bir valininki o'zining qo'yi bor. O'zi ega bo'lgan yetim bolaning dadasi miras qolgan qo'yi bor. Qo'y, almashtiramiz. Uning eti bor, sizning eting bor. Almashtirsan olmaydi yaxshi nacharga. Yoki uning bir dukuni bor, dukuni mol-mulki bor, zavod bor, zavodda mol-mulki bor, sizning zavoding bor. Sen uni idora qilib, mingishga kafolatlik qilishing kerakki, uning mol-mulkini sizning mol-mulking bilan yaxshi nachar nuqtasini qanday qilib o'tishga bo'lmaydi, almashtirishga qat'iy bo'lmaydi.
Bayatın okuğan Nisa suresindeki şu hazır 2. ayette de ya 6. ayetteki mazmuna okşaş. Her zaman közümüz yetimlerde buludu. Şuna balagat ki etti. Eğer onun özünün mal mülkünü özü idara kılgıdak haletini his kılıp anca sınap bakıp hatırcam boğan saatten tatip senin bu yetimnin mal mülküge igdarçılık kılış müddetten kana kılıdı tügeydi. Onu her kandak bir bahane bilen suzuş konmaydı. Her kandak bir bahane bilen kendine tatış konmaydı. Ondan keyin ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. Şekli okşaşqo, türü okşaşqo dep turup yaxşı yamanni qanday qilib etishga aralashtirib olmaydi. ولا تاكلوا اموالكم الى اموالكم. O'tira mal mulkni aralashtirib qo'shib yevelish qilmaydi. Ya'ni umumiy nuqtaga qaragan vaqtimizda bu yerga chiqadigan bir lam narsa va u o'simi yetimning meli ko'paysin, az qolmasin. Yaxshilanish tarafiga qarab mangson, qanday qilmasin, az qolmasin deydi. Mushada yetim bilan aqli kemtuk odamning bir farqi bor. Ya'ni islomning mush mol mulkka muhofazat qilish, mol mulkni saqlash jihatda ko'ngil bo'lishi favqulodda zo'r. Xuddi yetimning mol mulki zoya bo'lib ketishini saqlash uchun uning valiylari ega bo'lishi kerak bo'lgandek, aramizda aqlsiz insonlar va aqli kamtuk kishilar va ulardan ota-onalaridan mol meros qiladi yoki mol mulklari bor. Agar o'ziga qo'yib etsak, necha kundan buzib, chechib bilan o'g'in jamiyatga yukiladigan ahvol va mashtaq ahvolda yetimlarning melig'imi birisi ega bo'lishi kerak. Shu vaqtida Sura Niso'ning 5-oyatida keladi bu: "Va la tu'tusufaha amwalakum." Sizlar ega olgan o mal mulklarni aqlsizlarga bermanglar da'vatidi. Bu hammasi mayli yetim, mayli aqli kamtuk odamlar, yani jamiyatda o'zining idorasini joyida qilolmaydigan, mal mulkini to'g'ri idora qilolmaydiganlarning mal mulkiga ega bo'lish orqali jamiyatning normal intizomini saqlash talab qilinadi. Endi musha qarasak, yetim bilan aql kamtuk odamning farqi. Aql kamtuk odamning yashi cho'ng bo'lishi mumkin. Hatto 20 yosh, 25 yosh, 30 yosh yashini birga ketgan bo'lishi mumkin. Ammo farqi nima desa, u shu yashi cho'ng bo'lgan taqdirdami mol mulkni idora qila olmaydi. Uningga mol mulkini shunday bersa, 4 kunda buzib chechib, tugitib qo'yadi. Bu aql kamtuk odam. Buning tam viloyati valilarida bo'ladi. Xuddi bu mal, oyatdagi bir ifodaga diqqat qilish kerak. Sizlar mollaringlarni aqlsizlarga bermanglar deb, sizlarning mollaringlar ifodasida qo'llanadi. Buna degani nima desa, vaqtiga tamam idora qilish huquqi valida bo'ladi. Vali buning mol mulkiga, xuddi o'zining mol mulkiga qana qilgandek ko'ngil bo'lgandek qana ko'ngil bo'lish kerak. O'zining mol mulkiga qanda qarasa bu odamning mal mulkiga shunday qarash kerak. Yetim masalasimi anadan farqlangan yeri, yetim ta idora qila oladigan chaqcha uning mal mulkiga bo'ladi. U jihati aql kamtuk odam bilan o'xshash hukmda idora qilinmagan muddatcha idora qila olgan kunisi, idora uning o'zining mal mulkini to'g'ri shaklda tasarruf qilishini xotirjam bo'lgan kunning atsi fatfa'u ilayhim amwalahum. Ularning mollarini qana qilinglar biringlar. An oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Mayli yetim bo'lsin, mayli aqli kamtuk odamlar bo'lsin, bularning mol mulkiga ega bo'lish orqali zoya bo'lib ketishini saqlash masalasida ba'zi o'rinlarda sizlarning mollaringlar, ba'zi o'rinlarda ularning mollari deydi. Qarasanglar, sizlarning mollaringlar, ularning mollari ikkilisi boshqalarning moli amaliyotda. Lekin Alloh ifodalashda bir yerda sizlarning mollaringlar ifodasini qo'llanadi, yana bir yerda ularning mollari ifodasini qo'llanadi. Bu nima demakchi desa, bu ularning meli yevilish qolmaydi. Bu nuqtada ularning meli. Ammo boshqalarning meli deb tashlab qo'yishqimi ham bo'lmaydi-ki, xuddi o'zingning mol mulkiga qanday bir shaklda muomala qilsang, bular shu shaklda qanday qilib muomala qilishing kerak. Shunga shu suraning 5-oyatida bir oyat var yana. Varzuquhum fiha da bir oyat. Bu shuni bizning diqqatimizni tortadi. Normal tarjima qilsak, shu yetimlarga, yoki shu kishilarga, aqlsizlarga ularning haj xarajini shu maldan biringlar degan ma'noni tarjima qilamiz. Ammo arabcha ifodasida bizga biroz boshqa ma'noni birvatadi. Varzuquhum fiha deki fiha, minha emas fiha. Minha olgan bo'lsa, shu mol mulklardan bular haj xaraj qilib, hajlab biringlar deb tugaytdi. Lekin fiha arabcha o'qiganlar bu nuqtani tushunadi. Fiha o'qimi
Bularning mol mulkini xajlab tugutib o'tmaslikdek bir ma'noni o'z ichiga oladi. Ya'ni mushu mol mulkdan bular yashsunki, bu mol mulk tugmasin degandek. Chunki minha degan bo'lsa arabchada mushu mol mulkdan xajlanadigan bo'ladi. Mushu yetimlarga yoki aqlsizlarga xajlab, ammo fiha degani mushu mol mulk bularning haji xirodatini ta'minlasin. Ya'ni xuddi bu yerdan bizga demakchi bo'g'ini yetimlarning va yoki aqli kamtuk kishilarning mol mulklari ishlab chiqarilsin. Ya'ni ishlab chiqasin u. Kuchini yo'qotmasin. Agar hajlar vasi yildan yilga tugaydi u. Inson yo'g'inab bo'g'jon 15 yilda tugaydi qancha mol olib ketsa-ma. Ya'ni bu oyatdagi fiha ifodasi bu mol mulk bularning yashash manbasi bo'lsin. Ya'ni güzel şekilde ticaret keselensin. Sen üzerine mal mülküne qandaq iş qilgan bo'lsang, bularning mallarını şu şekilde iş keselensin. Her gün bularning mal mülküne cemmede qo'yib, to'ngiltib qo'yiblar. Lazım bo'lgan hajlab az qoldirib tugutib o'tish bu to'g'ri emas. Çoxum qimmatini saqlash kerak va bularning hayot yashash manbasi bu mal mülk bo'lish kerak. Ya'ni bu mal mülk aylansin deyapti Alloh subhanahu va taolo. Mushta bir inchki nuqtalar bor bu nuqtada. Yani ayette وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. Yani yetimlerge mallarını biringlar, naçırını yaxşısına almashtırıp etmеңlar. Naçırını yaxşısı degeni halalını haramga dep çensek mi buludu yine bu mallarını köpeytiş jarayonida, ticaret kesiliş jarayonida qanday qilib etmеңlar? Haram yollar bilan bularga qanday qilmаңlar? Pul tepemеңlar degandek ma'no chiqishi mumkin. Belki biz bayatın degandek bularning mallarının yaxşısını naçırga almashtırıp etmеңlar. Mesela bunun güzel bir eti varken sizin bir etin var, almashtırıp etme. Bunun güzel bir tügüsü varken sizin adet gibi tügü, bir tügüden büyük tügüden almashtırdım ya dep almashtırıp etme. Mesela dadısından qap qalgan bir yaxşı maşinası timirisi var, sizin maşinan var, ta maşina olgandikin dep almashtırıp etme. Yani öz qiymatida qanday qilib saqla degan bir şekilde Allah subhanahu va taala naçırını yaxşısıga almashtırıp etmеңlar deyapti. Andikin ahir oyatning oxirisida wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Yani sizlar çoxum bularning mollarini sizlarning mollari bilan qo'shib qanday qilib etmеңlar, yavatmаңlar deydi. Yavatmаңlar. Yani çoxum o'tirdi farq qilish kerak muomala jihatda. Farq deganimiz ayirish kerak. Hisob eni qilish kerak. Qo'sh bilan ishqib ko'zingni yumib bilan bularning mol mulkini qanday qilib o'tishga bo'lmaydi, yeb etish. Ya'ni bularning meni saqlanish kerak, zayo ketmaslik kerak. Oxirsida nima uchun degan bir savol keldi ya. Javob oyatning oxirida keldiki, innahu kana huban kabira. Nayt ig'ir jazo, mahuban kabira degani ig'ir bir gunoh, ichinishlik bir gunoh. Ham bu gunoh qiyomatliklam gunoh emas, dunyoda shunday ajoyib bir ig'ir gunoh. Bu qanday bo'ladi? Men darsimizning beshida degandek, savoqdoshlar. Yetim, bugungi yetim aytki jamiyatning bir a'zosi. Bugungi ojiz aytki jamiyatning kuchliklari. Bugun yetimlar, ojizlar, kichiklar qanday muomala qilinsa, jamiyatdan qanday bir ta'sirini ko'rsa, jamiyatdan nima olsa, ayta jamiyatga shuni beradi. Agar jamiyatning normal tartib saqlansin desak, chunki ayat yashaydigani yana biz, yani bizning bolalarimiz. Ayat jamiyat nachar bo'lib ketsa, kelgus jamiyat pasatlashib ketsa, chiriklashib ketsa, buning bedelini o'taydiganlar shu biz va bizning avlodlarimiz bo'ladi. Buning uchun bugundan diqqat qilish kerak. Buning tub asosi dal bugungi ojizlar, yetimlar, aqli kamtuk, o'zining ishini o'zi idora qila olmaydigan kishilar. Bu jamiyat qurish dal shu nuqtadan boshlanadi. Bir baq qurmoqchi bo'lsang, ko'cha silishdan boshlaysan. Bir jamiyat qurmoqchi bo'lsang, shu jamiyatning eng kichik a'zolaridan boshlaysan. Alloh subhanahu va taolo bu surada avval insonlikning nima qilish kerak ekanligi haqida oldingi oyatda so'zlagan bo'lsa, bu oyatda shu insoniyat qurilishi, jamiyat qurilishining tub asosi bo'lgan kichiklar haqida. Tabiiyki kichiklar degan vaqtimizda himoya qiluvchisi va ota-onasi va egisi va kichiklar tabiiy dilmisimi asosan ota-onadagi ota-onalik mehr muhabbat va mas'uliyat bularni qana qiladi? Shu bolalarga yaxshilik qilish, bolalarning kelgusiga yaxshilikni o'ylashga iboradi. Ammo masala nada qolib qoladi? Igichaqsiz kishilar, bosh panohsiz kishilar. Bular agar bugun ko'ngil bilinmasa, ayta jamiyatga yukiladi. Bugun bularga
yaxshi ta'sir berilmasa, olgan butun yomon ta'siri, ko'rgan butun yomon muomalasi, ko'rgan butun nachar ishlarining hammasi bularda insonlikni shakllantiradi. Shu xil shakldagi insonlikni va bu insonlikning mahsulini atisi biz yoki bizning avlodlarimiz mushlar jamiyatga chiqib jamiyatning bir a'zosi bo'lgan vaqtda mutlaqo ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo bu nuqtadan bu masalaga nihoyatda astoydil muomala qilgan. Ya'ni oyatlarda xil ishlatilganmaydi, lekin yetim masalasi, oila masalasi alohidilgan, chunki buning jamiyatga bo'lgan ta'siri bek cho'ng. Shunga oyatning oxirida ig'ir darajada bunga tahdid berganki, innahu kana huban kabira. Normal gunoh ifodasini qo'llanadi bu yerda. Ig'ir jinoyat bunda. Gunoh ifodasini normalda gunoh deb hamma gunoh o'xshash bir gunoh dek tuyulmusun uchunmi? Balki shunda ehtimol bo'lishi mumkin. Ig'ir bir ifoda qilib huban. Ig'ir. Ya'ni men nimda ifodalashini bilmay takrorlayapman bu so'zni. Qo'llangan ifodasi bir echinadigan odam, voy mashta ishim bo'landu deydigan bir ifodalar var ya, shu xil ifodani qo'llanish orqali bizni eskartirdi. Alloh subhanahu va taolo hammalarga yaxshilik ato qilsin, o'zimizning mas'uliyatini ado qila oladigan bir ruh ato qilsin. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Va axiru ta'wana alhamdulillahi robbil alamin.